Kunlar bir xilda o'tar ekan. Bir kuni kechqurun Toyir aka ishdan charchab uyga qaytayotgan edi. Yo'lda eski skameykada oq konvertni ko'rib qoldi. U atrofga ohista nazar soldi. Hech kim yo'q. Toyir aka konvertni qo'liga oldi. Xayoli har yoqqa keta boshladi. Konvertni ochishga qaror qildi va ochdi. Ichida kichkina maktub bor edi. Maktubda shunday yozilgan: kim bu maktubni topsa, iltimos, bir yaxshilik qilsin. Bugun mening judayam qiyin kunim bo'ldi. Menga yordam bering, degan so'zlardan iborat edi. Toyir aka bir oz hayron bo'ldi. Kim yozgan ekan deb o'ylardi. O'ziga o'zi savol berdi. Ammo maktubda hech qanday ism, familiya, yashash joy ko'rsatilmagan edi. Ammo u o'sha kuni biror yaxshilik qilishga qaror qildi va u yo'lida nochor insonga yegulik olib berdi. Sumkasi og'ir bo'lgan onaxonga manziligacha yukini ko'tarishib olib bordi va u o'z uyiga qaytdi. O'y-xayollar bilan uyiga qaytarkan, oradan bir necha kun o'tib, Toyir akaning ishida katta muammo yuz berdi. U ishdan ayrilib qolaman deb juda xavotirlandi. Shu orada korxonaga yangi rahbar keldi. Rahbar Toyir akani yoniga chaqirdi va dedi: 10 kuncha oldin men insonlarni shunchaki kuzatish maqsadida bir maktub yozdim va uni insonlar ko'p gavjum bo'ladigan joyda qoldirdim. Ko'pchilik e'tibor bermadi, ammo siz bu maktubga bee'tibor bo'lmadingiz va maktub mazmuniga qarab yordam qo'lini cho'zdingiz. Toyir aka hayron bo'lib qoldi. Rahbar tabassum qilib dedi: halol va mehribon odamlar judayam kam. Men sizni shu sababli yaxshi lavozimga joylashtiraman, yaxshi lavozimga tayinlayman, dedi. Toyir aka bitta maktub uning hayotini o'zgartirib yuborganini tushundi. U maktub aslida Toyir akaga sinov qilib qo'yilgani va sinovdan o'tayotganini keyin anglab yetdi. Xulosa shundan iboratki, ba'zan mana shunday kichkina yaxshilik ham inson taqdirida juda katta o'zgarish bo'ladi. Inson taqdirini o'zgartiradi.